parkini orqasidan xonadon so'ragan akalar, bu video sizlar uchun maxsus. Chilonzor to'rt, G'ofurg'ulon parkini orqasida 3 xonali 4 etajgani 4-etajda hamma qulayliklari bilan mana shu domimizda, qishlik domimizda 4-etajda joylashgan. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid nima desanglar ham bor. Akalar sizlarga o'zini arendatori bilan, arendatori har oy $600 to'laydi. Akalar hamma qulayliklari bilan G'ofurg'ulon parkini orqasida joylashgan xonadonimizni sizlarga uyimizni ichkari qismidan to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Ana sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda prixoshkamizni ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu yoq tarafimizda samozo'r qismimizda joylashgan. Hamma qulayliklari bor, gaz, suv, svet umuman muammosiz. Bu yoq tarafimizda zal, o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Orqa tarafida balkonimiz joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Bu yog'imizda detskiy spalnimiz, mebel texnik hammasi qoladi. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, xonalari yorug', hamma qulayliklari bor. Yonginasi detskiy spalnimiz, o'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Hamma qulayliklari qilib qo'yilgan. Shart-sharoitlari juda ham zo'r. Eng oxirgi xonamiz ayollarimiz uchun oshxonamiz bo'ladi. Sizlarga bitta ko'rsatmasam bo'lmaydi, to'g'ri o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Bu yoq tarafimizda xolasanglar o'tiradigan joyini qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda oshxonamiz joylashgan. O'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yoq tarafimizdan tapchani zona qilib qo'yishgan. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.